Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Biz bugun uzun video tayyorlaymiz. Mavzuyimiz nima edi? Mavzuyimiz bize YouTube kanalimizdagi eng ko'p prosmotr etgan videomizni kommentariyalarni o'qiymiz. Qani ketdik. Birinchi kommentariyamiz uyquchi o'quvchi ekan. Sinfimizda bor bunaqa o'quvchilar. Darsda uxlab qolish bu tabiiy holat. Ustoz ko'p dars o'tsa yaxshi, lekin o'quvchi dam olish ham kerak. Bu gapingiz ham to'g'ri. Ikkinchi kommentariyaga o'tamiz. Xo'p, ustozga paxta qo'yuvchi, chaqimchi, gijilovchi. Bu bola bitta kommentni 3ta kommentni bitta qilib yozib yuboribdi. Ustozga paxta qo'yuvchi bu o'zini yaxshi ko'rsatmoqchi, ustozga o'zini yaxshi ko'rsatmoqchi bo'ladi. Ikkinchisini siz o'qiysiz endi. Bo'pti. Chaqimchi. Chaqimchilik qiladiganlar narsa ko'p. Chaqib beradi. Gapiryapti. Mayli, davom etaveramiz. 4-chi kommentariyamiz o'zicha tannozlar. Bu qizlar uchun. Bolalardan ham chiqib qoladi. Kaziyonlar qolib ketdi. Ustozlar kirmaganda aytib keladiganlar. Ko'p bo'ladi bunaqa holatlar. Agar o'qituvchi kirmay qolsa, xonamizda o'tirishimiz kerak. Biror bir ishi balkim ishi chiqib qolgandir, shunga kech qolar. Biz ko'chada yurganimizda biz emas, o'qituvchimiz so'kish ishladi. Xo'p, keyingisiga o'tamiz. Keyingi kommentariyamiz. Ustozlarni Xudoga sog'in deydiganlar. Ustozlarga qaraydiganmi? Qarg'ash yaxshimi? Yaxshimi, yomonmi? O'quvchimi, o'qituvchimi? Xo'p, mayli, kayfiyatni buzmaymiz. Keyingi kommentariyaga o'tamiz. Men gapiraman. Sen ham gapir. Eng oxirgi kommentariyamiz chaqmachaqa sinfdoshlar qolib ketdi. Bizning sinfda sinfko'rlar yo'q ekan. Bizning sinfga sinfko'rlar kerak emas-da. Bu bizning eng oxirgi kommentariyamiz edi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Sog' bo'linglar.